Bugun butun shahrimiz bo'ylab bahor faslining o'zgacha shukuhi mavjud bormoqda. Mana aynan shanba bo'lishiga qaramasdan mana maktab jamoasi, ya'ni 22-maktab jamoasini bugun yig'ilib haqiqiy Navro'z ayyomini ko'tarinki ruhda o'tkazishni rejalashtirgan va men o'ylaymanki, men kelib ko'ryapmanki, mana hozir mendan keyin balki ko'rarsiz. Bir tomonda fuqarolarimiz mehnat qilyapti, mana maktab kiruvchida hasharlar tashkil qilingan, gullar ekilyapti, yashil makonlar qilinyapti, gazonlar bosilyapti. Bir tomonda bayram dasturxoni, bolajonlarimiz quvonchi cheksiz. Men o'ylaymanki, agar har bir maktabimizda, shahrimizning har bir bo'sag'asida shunday fikrlaydigan odamlar ko'paysa, o'ylaymanki, shaharni gullatib yuborish bu hech gap emasda. Uchun shahrimiz hokimi Alisher Abdumalikovich shaxsan o'zlari hamda shahar xalq ta'limi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri A'zamjon Muhammadxonovich tashrif buyurganlar. Hozir mamnuniyat bilan so'z navbatini shahrimiz hokimi Alisher Abdumalikovичga beraman. Assalomu alaykum aziz bolajonlar, hurmatli hamshaharlar, aziz ota-onalar, aziz hurmatli ustozlar. Mana haqiqat hozir birga aylanib chiqib, ko'zimiz bilan ko'rib, birorta sun'iy narsani ko'rmasdan haqiqiy holatni ko'rib, aylanib chiqib, keyin sizlar bilan tabriklamoqchiman. Aql bilan, zakovat bilan dunyoga tanishinglar so'rab qolardim. Hammanglarga yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Sog'lik, salomatlik tilayman. O'qishlarda a'lo baholarga bitirishinglarni, yaxshi o'qishinglarni tinmay izlanishinglarni so'rayman. Bugun bolalarga ota-ona